Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi 10. bölüm kesib, kar və tirikçilik qilishning adablari, fazilati, to'g'ri tapovat va uningga aloqador ahkamlar haqida. Bilginki Allah subhanahu wa ta'ala ilahi hikmat marhamati bilan ushbu dunyoni goh o'tkinchi hayotning lozimatlari uchun ishlash, goh oxirat hayotining taqozosi uchun tirishish yurti qildi. Biz bu yerda turli tijorat va hunar san'atlarining adablarini, tapovatning zaruriyati va yo'llarini bayon qilamiz va tushuntiramiz. Kasb qilishning fazilati va uningga qiziqtirish. Alloh taolo Qur'on Karimda kunduzni sizlar tirikchilik qildigan vaqt qildik deyish orqali bandalar yiqilgan in'omlar qatorida shukr va minnatdorlikni eslatdi. U zot yana shubhisizki sizlarni zaminda yerlashtirdik. Zaminda sizlarga turmush lozimatliklarini paydo qildik. Parvardigoringlarning sizlar uchun mushundaq ne'matlari bor turuqliq, uningga nihoyat oz shukr qilasizlar. dedi va turmush lozimatliklarini ne'mat sifatida sundi hamda uningga shukr qilishni talab qildi. Allah yana Parvardigoringlardan rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi, dedi. Hadislarda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam halol rizq talab qilish jihoddir. Alloh taolo hunarvan bandini yaxshi ko'radi degan. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana hech kim o'z qo'lida ishlab yegandan yaxshiroq bir yegulik yegan emas. Allohning payg'ambari Davud alayhissalom o'z qo'li bilan tepib yeydi degan. Yana bir hadisda Zakariya alayhissalom yog'ochchi edi deyilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma muntaq degan. Adam alayhissalom qo'shchi, ya'ni dehqon, Nuh alayhissalom yog'ochchi, Idris alayhissalom tikkuchi, Ibrohim va Lut alayhissalomlar teriqchi. Salih alayhissalom sodigar, Davud alayhissalom savut yasaydi, ya'ni tömürchi. Va Musa, Shuayb va Muhammad ibn Abdullah padichi edi. Allohning salomi ularning ustiga bo'lsin. Bu vaqtga kelgan mashhur rivoyatlar. Luqman akim o'g'liga mundaq degan: "Ey o'g'lim, kambag'allikdan halol kasb bilan saqlan, chunki kambag'al bo'lib qolgan odamga 3 illat yetadi. Dini sustlashidi, aqli ojizlaydi va odamgarchilikni yo'qotadi. Bulardan ig'irroqi kishilarning nazaridan tushib ketishdir." İmam Ahmed'den so'raldi: "Sizce uyda yoki masjidda o'ltirib olgan, ya'ni rizqim o'zligidan keladi deb ishlamaydigan kishi qanday kishi?" İmam Ahmed javob berdiki, "U ilmsiz, nodon kishidir. Acaba o Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mening rizqim nayzamning soyasi ostida qilindi. Qush saharda qursiq och holda chiqib ketadi, kechda to'q qaytadi degan hadislarini anglamaganmidi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ashablari quruqliqda va dengizda tijorat qiladi. Xurmo bog'larida ishlaydi. Ana shular bizning ulgumizdir." Abu Sulaymon ad-Darani, Alloh uningga rahmat qilsin, mundaq degan: "Bizning nazarimizda birov sen uchun ishlab charchasayu, sen masjidda jamoat bilan saf tutsang ibodat hisoblanmaydi. Sen avval ishlab ikki nonga erishgin, ondan ibodat qilgin." Savol: Abu Darda radhiyallohu anhuning "Men ham tijorat bilan, ham ibodat bilan tang mashg'ul bo'lishga tirishdim. Lekin ikkisi chiqish olmadi. Shunga ibodatni tanladim" degan so'ziga nima deysan? Javob: tijoratdan maqsad tijoratning o'zi emas, balki haqqa muhtoj bo'lmaslik, oilaviy ehtiyojni qamdash va do'stlarga yordam berishdir. Agar maqsad mol dunyo, boylik to'plash, takabburlik va shuningga o'xshash ishlar bo'lsa, bunisi noto'g'ri. Tapovatning to'g'ri bo'lishi va tapovatning ofatlarini bilish. Tapovat ko'zlangan tijorat to'xtami sog'lom, adil, ehsonchil va diniy sezgurlik qatorliq 4 sifatni o'ziga mujassamlagan bo'lsin. Birinchi sifat sog'lom bo'lish. Agar to'xtam bir ilm berim savdo to'xtami bo'lsa, 3 asosdan tashkil topadi. Birinchi to'xtamlashuvchi taraflar, ikkinchi to'xtam temisi, uchinchi lafz. Birinchi asos: aqli joyida emas kishi bilan savdo-sotiq muomalasi qilmaslik kerak.
Chunki sarang shariat hükümleri yüklengen kişi emas. Şoňa onun sodisi inovatsiz. Xo'jayini tarafdan izin berilganligi nayini qul bilan soda muomalasi qilishga bo'lmaydi. Shuningdek kichik balaga dadasi yoki vasisi vasiyatnomani ijro qilguvchi ruxsat bermaguncha kichik bola bilan soda setiq muomalasi qilishga bo'lmaydi. Chunki kichik bola hukmda xo'jayinning izniga qarashli qulga o'xshaydi. İmam Şafii'nin qarashida kichik balaning qilgan soda to'xtami inovatsiz. Bizning qarashimizda qarg'u kishining muomalasi kuchga ega. Aldı berdisi inovatlik İmam Şafii'nin qarashida inovatsiz. Zalimlarning va ko'pincha mili haram mal bo'lgan kishilarning faqat haloldan topganligi bilingan narsani setib olishga bo'ladi. İkinci asas, haqqida to'xtam tuzilgan, ya'ni to'xtam orqali boshqa kishining ilkiga o'tadigan, setib olingan mal. It setish durust emas, chunki it nejisdir. Qijir va eshakni nejis deyli yoki pok deyli setish durust. Hasharotlarni setish joiz emas. Shundaqla o't, qalun, nay qatorliq chalg'u asbob, loy yoki boshqa narsalardan yasalgan surat haykallarni setish durust emas. Moddiy va shar'iy jihatdan topshirib berishga kuchi yetmaydigan narsalarni setishmi nodurustdir. Masalan, havodagi qush, qachoq qul va dengizdagi baliq degandeklarni bandining topshirishga kuchi yetishi notayin. Go'ri qo'yilgan narsani mo shar'an topshirishga kuchi yetmaydigan narsa qatoriga kirgizishga bo'ladi. Ana bola qul bo'lsa, bir-biridan ayirib setish durust bo'lmaydi. Chunki shar'iy jihatdan bularning topshirilishi cheklanadi. Üçüncü asas lavz, ya'ni ijob va qubul lavzlardir. Qubul ijobdan burun deyilsa, Hanbali fiqhida bir qarashda soda to'g'ri bo'lmaydi deb qaralsa, yana bir qarashda qubul lavzi satdim, setib oldim degandek o'tgan zamon lavzi bilan bo'lsin yoki satqin, setib olg'in degandek talab, buyruq lavzi bilan bo'lsin, boshda deyilganlar bo'lsa, soda to'g'ri bo'ladi deb qaraladi. Agar sotquchi bilan setib olg'uchi muattat holatda soda qilishgan bo'lsa, Imom Ahmadning qarashida bu xil soda to'g'ridir. Qazi Abu Ya'la Alloh uningga rahmat qilsin mundaq degan. Muattat sodasi kishilarning odatida bo'layotgan ish bo'lganligi uchun qimmatli narsalarda emas, faqat qimmatsiz narsalarda qilinsa joiz. Mana bu eng yaxshi qarashdir. Ixtilof ehtimolini chiqish qilib, ijob va qubul lavzi rivoya qilish taqvoliqdir. O'simga kelsak, Alloh taolo o'sim haqida nayt qattiq ogohlantirgan. Shon buningdan ehtiyot qilish kerak. Ikki tur o'sim jazoni bor. Biri yuqori o'simlik qarz jazonisi, ya'ni biri kechikish jazonisi. Shunga musulmon o'simning turlari va o'sim tug'iladigan xavflarni bilish kerak. Shundaqla zakolat, ijara, muzaraba va sherikchilikning shartlarini bilishmi ehtiyojdir. Chunki tafovut yo'llari mazkur to'xtamlardan ayrilmaydi. İkinci sifat tijoratda adil bo'lish va zulm qilishdan saqlanish. Zulm boshqalarga ziyonkashlik qilish demak bo'lib, u ikki turga ayriladi. Zini umumiy bo'lgan zulm, masalan, ochliq va oziq-tulik qisqachiligi ko'rilganda yuqori bahada hayniq setish uchun yig'ib saqlab monopol qilib olish cheklanadi. Chunki bunday qilish al ichida oziq-tulik qisqachiligini va shu sababli qimmatchilikni keltirib chiqaradi. Bunun alameti mahsulotlarni baho o'rlashga boshlaganda ko'plab setib olib, bahoning yanada o'rlashini kutish. Lekin bir kishi o'z etizidan mahsulotlarni akirib uni saqlagan bo'lsa yoki mahsulotni jamiyatda qisqachilik tug'dirmaydigan kengrichilik, mo'lchilik zamonida setib olgan bo'lsa, monopolchilik hisoblanmaydi. Qisqasi, xaloyiqning hayot asosi bo'lmuş oziq-tulikni yig'ib saqlab tijorat qilish makruhdir. Zini xas bo'lgan zulm, masalan, milini yo'q sifatlar bilan maqtash yoki milining ba'zi ayiblarini yushirish setib olg'uchiga ziyonkashlikdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki bizni aldaydi ekan, u bizdan emas degan. Bilginki, soda va hunar kasbida aldamchilik va saxtipazlik qilish haromdir. İmam Ahmad rahimahullohdan raxtining yirtiqi oshkor bo'lib qolmaslik uchun raxtini inchiklab to'g'rilab yamib o'tish to'g'riliq so'ralganda imom buningga javob berib, raxt sotquchining bu yerni yushirib setishi durust emas degan edi. Sodigar tarozida kam bermasligi kerak. Sodigar berganda ortiqroq tortib, olganda kamroq olmoqcha haqdan to'liq qutula olmaydi. Yem sotquchi yemga tuproq aralashtirsa, andarin tartib bəzə, shuningdek qassob so'ngakni go'shtga haddidan ziyoda aralashtirib bəzə, tarozida kam bergucha hisoblanadi.
Yalğandan setib alğucu qiyafəti kirib, mal bahasını örülütüb etişdək saxta xaridarlıq qilish və təsriyə məni qılınıdı. Üçüncü sifət ticarətdə ihsancıl buluş. Allah adil buluşqa və ihsan qilishqa buyurdu. Ticaretdə kən qursaq buluş və adətdə payda ilinmaydigan nərsəyə payda qoyub, setib alğucunu aldamaslıq ihsan cümlesidendir. Haqiqatan payda ruxsat qilingan narsa. Çünki ticaretning maqsadi payda ilishdir. Lekin chiqimga eng yaqin holatda payda ilish tavsiya qilinadi. Bir malga qattiq ehtiyojliq yoki bak amroqliqdan xaridor bo'lg'uchi normal narxdan yuqori bahoda setib olmoqchi bo'lsa, sotquchining ortiq paydan qabul qilmasligi ihsonchilikdandir. Bergen qarzni yoki sotgan malning pulini olmoqchi bo'lganda, ba'zida kang qo'rsaqlik qilish, ba'zida bir qismini kechirib o'tish, ba'zida muhlat berish, ba'zida silq muomalada bo'lish va ba'zida olmoqchi bo'lgan narsaning yaxshisini elishdan voz kechish bilanmi ihson qilinadi. Sodin bekor qilishni talab qiluvchining sodisini amaldan qoldirib berishmi ihson jumlasidandir. Chunki faqat sodada ziyonga uchrag'uvchilar sodini amaldan qoldirishni talab qiladi. Hadislar tilga ilingan bu ishlarning fazilatli ish ekanligiga, bu ishlarni qiluvchiga beriladigan ajr va savobga shohidlik qiladi. 4-sifat savdogarning o'zi va oxiratini o'z ichiga olgan narsalarda diniga rioya qilishi. Savdogarning tirikchiligi uni oxiratdan mashg'ul qilmasligi, balki u o'z diniga ko'ngil bo'lishi lozim. Diniga ko'ngil bo'lish 6 narsaga rioya qilish bilan mukammallashadi. Ticaretdə izgü niyetlik buluş. Savdogar ticaret qilish orqali tilamchilik va tamaxo'rlikdan qutulish hamda xotun bolalarga yetgudak bir narsa tepish niyat qilsa, mujohidlar qatorida bo'ladi. Savdogar musulmonlarga samimiy bo'lishni niyat qilsin. Hunar yoki tijoratda farz kifoyalardan birini ado qilishni maqsad qilish. Chunki hunar kasb yoki tijorat to'xtagan soha zavolliqqa yuz tutudida turmushning mazmuni taraydi. Ammo hunar san'atning muhimlarimi ko'rkam va farog'atli turmushni qo'g'lishdek zarur bo'lmaganlarimi bor. Shunga musulmonlarga muhim bo'lgan bir ishni qilgan bo'lish uchun eng muhim hunarni tanlash kerakki, bu orqali musulmonlarning zarur ehtiyojlari qamdalg'ay. Saygarlik, gejxochilik, naqqoshlik va shu qatori bizakchilik hunarlaridan yiroq turilg'ay. Chunki bu ishlar makruhdir. Bir tikkichining erlar uchun ipak kiyim tikib berishi gunohdir. Qassoblikmi makruhdir. Chunki u qalbning qaytib ketishiga sabab bo'ladi. Shundaqla hajomatchi, teri oshlig'uchi yoki tozliqchi bo'lish makruhdir. Chunki hammaslar mehnatchilik bilan uchrashadi. Qur'on o'rgatganga farz kifoyalar va ibodatlarni o'rgatganga haq elish durust emas. Dunyo bozorlari savdogarni oxirat bozoridan to'sib qo'ymasligi kerak. Oxirat bozori dal masjiddir. Shuning uchun savdogar kunduzda atigan tarafdan bozorga kirib bo'lg'uchi bo'lgan vaqtni oxiratga otishi va vidirlarni davomlashtirish kerak. Salaflardan savdogarchilik qildiganlar kunning atigan va kechqurunni oxirat amallariga, o'ttirisini tijoratga ataydi. Savdogar peshin va asrning azanini anglasa, farzni ado qilish uchun tirikchilikni tashlash kerak. Bozorda doim Allohni zikr qilish, tasbih va tahlil bilan mashg'ul bo'lish. Bozorga va tijoratga qattiq herisman bo'lmaslik. Bozorga eng avval kirib, eng oxirida chiqadigan kishi bo'lmaslik kerak. Haromdan saqlanish bilan kifoyalanmaslik, balki shak shubhalardan qochish va boshqalar bergan fatvolarga qarab qolmaslik. Qalbini tinshash, garchi joizlikqa fatvo berilgan bo'lsa-mu, qalbni bearam qiladigan ishlarni qilmaslik kerak. Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.